beozor. Go'zal kanizaklar, hadsiz yulduzlar uning tegrasida qurishardi. Sokinlik ko'rpasi yopinib olib, uxlayotir shirin beozor. Faqat mening bezovta qalbim uyqu to'rlariga ilinmaydi hech. Ichki tug'yonlarim bo'g'zimdan olib, sizga xat bitmoqqa olaman qalam. Siyohimning rangi etmasin hayron. Siyohdonga dilim qora mezg'ilab to'kdim. Darding ne deysizmi? Ne deysizmi? Eshiting bobojon. Siz tiklagan turon zamin hali hanuz turadur. Sizning har bir farzandingiz o'z yurtini suyadur. Biri o'zbek, biri turkman, biri qozoq, har bir millat og'ayini tog'a. Bobojonim, ayting axir. Orzungiz shul emasmi? Tomirimda oqayotgan Turkiy degan qonmasmi? Siz yaratgan bino qarang qanday ko'rkamdir. O'g'lonlaringiz bir-biriga do'stlasharkan bobo. Yurtning, elning kelajagi yashnaydi obod. Qaytib keldi elga insof, vijdon hamda oqibat. Go'yo qora zulmat ichra balqib chiqdi nur, oftob. Erlarida mardlik mo'l ko'l, ayolida nazokat. Farzandlari bari baxtli, elda ko'pdir halovat. Tinglang bobo, tinglang bobo. O'g'lonlar yurtimga uyg'onsin. Qalbida ilk ataluvchi o'chmas olovlar yonsin. Yog'iylarning ko'zi chiqib, soqqolini silasin. Qabrdan ham qo'llab turgan qo'ling yaxshi deyarlar. Fido bo'lgay jonim bobom, qo'llab turing o'zingiz. Ijobat bo'lib bilaman sizning har duoyingiz. Sohibqiron Amir Temur, davlat arbobi Temuriylar imperiyasining asoschisidir. Sohibqiron Amir Temur 1336-yilning 9-aprelida O'zbekiston hududining Yakkabog' yaqinidagi Xo'jailxon qishlog'ida tug'ilgan. Uning asl ismi Temur ibn Tarag'ay Bahodir bo'lib, Barlos urug'idan edi. Amir Temur o'z yurishlari bilan Hindiston, Fors, Iroq, Suriya va hatto Usmoniylar imperiyasi hududigacha yetib bordi. Sohibqiron harbiy sarkarda sifatida dunyoga tanildi va katta imperiya barpo qildi. 1405-yilning fevral oyida Xitoyga yurish qilayotgan paytida O'tirar shahrida vafot etadi. Uning jasadi Samarqandga olib kelinib, Go'r Amal maqbarasiga dafn qilinadi. Amir Temur o'zidan kuchli davlat, boy madaniyat va tarixiy meros qoldirdi. Sohibqironning Temur tuzuklari nomli asari adolat va hukmdorlik haqida muhim manba hisoblanadi. Jahongir Sulton o'z xalqining faxridir. Amir Temur nafaqat zabt etuvchi, balki bunyodkor ham edi. Jahongir Mirzo Samarqandni go'zal madaniy markazga aylantiradi. Ilm-fan va san'atga katta e'tibor beradi. Uning
1965-yilda Chiroqchi yaqinida Mo'g'ullarga qarshi kurashda g'alaba qozonadi. 1370-yilga kelib Samarqandni o'ziga poytaxt qiladi. Shundan keyin amir unvoniga ega bo'ladi. Amir Temur yoshligidan chuqur bilim olgani, hayotining katta qismini oqil va fosil kishilar, din va fan olimlari bilan o'tkazgani uchun so'zlaganda hikmat bilan so'zlar, nutqi hikmat va nasihatlarga boy bo'lar edi. Quyida ana shunday hikmatlardan namunalar bilan tanishing. Qilmoqchi bo'lgan ishlarini qilmasdan qoldirmasinlar. Agar biror ishni qilmaslikka va'da bersalar, yaqiniga ham yo'lamasinlar. Unutmasinlarki, Tangri taolo jasur kishilarni ardoqlaydi. Ulamolar bilan suhbatda bo'l. Pok niyatli, toza qalbli kishilarga talpin. Ularning himmatlaridan ulushlanib, muborak nafaslari ila duo, fotiha berishlarini iltimos qil. Og'zingga qon to'lsa ham dushman oldida tupurma. Dushmanning kulgani siringni bilganidir. 100 ming otliq askar bilan qila olmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin. Kechirish mardlik, kechira bilmaslik nomardlik sanaladi. Qilich o'tkir bo'lsa-da, o'z soqini kesmagan. Bir kunlik adolat 100 kunlik toat ibodatdan afzaldir. Bir kun keladiki, zolim o'z barmoqlarini tishlaydi. Yozilgan narsa Allohlar xotirasida qilingan ishdan ham uzoqroq yashaydi. Har kimning 100 ming otliq askar qila olmagan ishni bir Amir Temur butun hayoti davomida ushbu hikmatli so'zni o'ziga shior qilib oldi. Kuch Adolatda! Assalomu alaykum mening aziz nabiralarim. Men Sohibqiron Amir Temur o'z kuch qudratimni, o'z jahongirligimni zo'rlik va zo'ravonlik bilan emas, balki adolat, hamjihatlik va hamkorlik bilan qo'lga kiritdim. Qonni qon bilan emas, suv bilan yuvishni o'rgan degan hikmatli so'zlarimni hech qachon esingizdan chiqarmangiz. Nazli ulug' bo'lsin bugun o'zbekning, rizqi to'lib bo'lsin bugun o'zbekning. Yerlarning qa'ridan omon chiqolgan, istiqlol taxtini yengib yiqolgan, istiqlol mash'alin gurlab yoqolgan, boshi omon bo'lsin bugun o'zbekning, dong'i doston bo'lsin bugun o'zbekning. O'zbekning tarifi jahonga tengdir. Har bitta so'zining ma'nosi kengdir. Tarixni tutib, aqlingga sig'dir. Bizning tariximiz Temuriylardir. Assalomu alaykum vatanimizning arslon kelbatli, yo'lbars haybatli mard, jasur o'g'lonlari. Assalomu alaykum ilmga chanqoq yoshlar, aziz mehmonlar. Dunyo tan olgan ulug' ajdodimiz Sohibqiron Amir Temur garchi buyuk bunyodkor va jahongir bo'lsa-da, kuch qudrat, zo'rlik va zo'ravonlik emas, aksincha adolatda, hamjihatlik va hamkorlikda ekanini nihoyatda chuqur anglagan. Uning davlatni oqilona boshqarish o'ta mushkul va imkonsiz vaziyatda ham to'g'ri yo'l, tadbir topa olish qobiliyati, noyob aql zakovati har qanday odamni hayratga soladi. Amir Temurdek buyuk va betakror siymoni
buyuk davlat arbobi va shuhratli sohibqiron Amir Temur bobomizning qutlug' 690 yillik tavalludi barchangizga qutlug' bo'lsin. Tadbirni ochib berish uchun hamda tabrik uchun so'z hurmat bilan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti akademik litseyining yoshlar bilan ishlash bo'limi rahbari G'anishir ustoz Xudoyberganovga marhamat. Hurmatli aziz mehmonlarimiz, ustozlar, o'quvchilar, albatta buyuk sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan bugungi tadbirimiz ochiqda e'lon qilaman. Albatta sohibqironning ijod yo'li, ularning bosib o'tgan yo'lini o'rganish har birimiz uchun zarur. Shuning uchun buyuk sohibqironning bugungi bosib o'tgan yo'li bo'yicha bugungi o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirimiz har birimizda chuqur ma'no, har birimiz uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qiladigan bizlar. Barchangiz bugungi tadbirdan zavq alohida qilaman. Men qilib shijoat, ayladim uchiqda ulusini zabt, moziyning sarg'aygan sahifasiga zeb bermish men qurgan azim saltanat. Taklif eting malikani, Bibi xonimni. Bibi xonim agarda u bo'lmasa edi, kurashlarning va janglarning dolg'alarida qayroq toshga aylanardi balki bu yurak. Jondan to'yib nochaslarning kirdikorlaridan darvesh bo'lib ketar ekan goho donolar. Chorlamışsınız olam panoh. Bibi xonim, bibim, kengash bilan band bo'libman. Men ham band edim. Hozirgina nabirangiz Mirzo Ulug'bek Oloviddin janoblari shatranjda yengmish. Buvijon deb kelmish sevinch sari. Ko'z tegmasin, g'oyat zukko, kichkintoy Mirzo. Avlodlarim ulg'ayib bir kun yer yuzini zabt etarlar ilmu fanda ham. Lek mening peshonamga so'rovli janglar, ot ustida kun o'tkazish yozilgan ekan. Olam
Hisoblashmas taqdir bizni istaklar bilan. Bamsoli quyosh botgach oy chiqqanidek hodisalar silsilasi bo'lar bardavom. Biz bir kun xonadonga mehmon chorlasak, boshqa kuni chaqirishar qo'noqqa bizni. Romalardan cho'chib farang mamlakatlar Rum bilan ikkimizni gizgizlab qo'ydi. Men Timurman. Yetar endi. Oriyat ham bor shu dunyoda. Chunog'ronga egar urjayman. Rum tarafga yuzlanadi tulporim jadal. Qaysi ona farzandini urushga yo'llab, qaysi ayol orzu qilgan jangu jadalni. Sizga zafar tilamoqdan o'zga choram yo'q. Balki men ham yoningizda bo'lay, amiram. Yo'q, bibim, o'zingiz nabiramiz bilan Samarqandda Muhammad Sulton bilan kuchum farmo bo'lib turing. Yumushlar talay, qurilishlar, bog'-uroqlar, bola-baqralar. Olam panoh, bilasiz, men o'zim uchun jami masjid qurmoqdaman. Bitkazay uni, toki sizni kutib olay masjid qoshida. U mendan bir yodgor bo'lgan. Axir farzandim yo'q-ku. Menga ham bitta masjid bino qilingiz. Ammo bundayin g'amgin bahonani keltirmang bibim. Nabiralar, shahzodalar ulg'aymishdir. Ulg'aymoqda mehringiz bilan. Olam panoh, siz bir vaqtlar balq taxtin emas, asli mening yuragimni zabt etgandingiz. Toliyimdan men roziman, vali ne'matim. Qayga bormay, xayolimda siz va Samarqand jo'yo ikki qarog'imdek doim birgasiz. Tashvish chekmang, olam panoh, bizlarni o'ylab. Faqat aziz joningizni ehtiyot aylang. Bibi xonim, sizga bir o'tinchim bor. Mayli aytay, dilingizga botsa ham og'ir. Olam yuk qadar buyuk qudratingizni kiprigimda ko'targayman muhabbat bilan. Ota-onam hoji yotgan chish tuproqlarda menga ham bitta dahma qo'ying, maqbara qo'ying. Olam panoh, bu gaplarni aytayotgan siz o'zingizmi? Hisoblashmas taqdir bizni istaklar bilan. Bibi xonim, inshaalloh Alloh lozim topganicha davron surjaymiz. Biroq esdan chiqarmaylik bandalikni ham. Yorug' yulduzsiz, yo'llarni ravon qilgan, charaqlagan kunduzsiz, shon shavkatli, qudratli, saltanatli saroyli podshohim ushbu kun yodga oldim amirim. Tabrik uchun so'z, hurmat bilan Urganch shahar Adolat sotsial-demokratik partiyasi kengashi raisi Baltayev Rustam Ismoilovichga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, ustozlar, men bobomiz Amir Temurning tavallud kunini nishonlab turibmiz. Sizlar Urganch shahar kengashi Adolat sotsial-demokratik partiyasi
Allah kanatını reisesi Müslüman sohbetlerine bizleri şu işlerini tutardınız. Şimdi rahmet Müslüman sevişli tatlılarını şükürlerinize bizleri takipçilerinize şimdi hürmetli okuyucular Emir Timur Neyse şu baskıncılara karşı güreşen adam bu. Şimdi ben ne diyeceğim ben? Bizleri ağzıkı devrimizde yine Nafiş kurtuldu. Banda İran'da, Amerika, İsrail uçturdu. Banda Rusya bilen Ukrayna uçturdu. Şu bize ne oluyoruz? Bizim maksadımız tinçlik olsun değil mi? Daim şu tinçlik olsun. Şu şimdi sizler uç görmeyin. Yaşlar uç görmesin. Çok da yaşlar hemen uç görmesin. Şimdi ben bir ağzım açık verecekmeyle ben Afganistan'da boğam var. Afganistan'da hazır Özbekistan ve İsrail Cengiz Patronu yollar birleşmesi. Arazi Millet Bölümünden reisi ben. Şimdi ben bilemem. Şu uruşunu görgen valla hazır uruştan keyin hazır akvalın için köpçilik valla keselmez. Keselmez valla. Köpçilikte nagilan bulup geldi. Yani şu vakti ben taze elimden gelen vaktim. Şimdi Kemile tarafta dalandı yani. Kısa gibi dalanıydı bu ya diyor. Ben üzüm bilmem, Türkler'e ben. Ülkem acıdı. Ama bökştürdü grup Türkler'e gitti. Kışkırttıydı. Şimdi şu vakti şu anın neyse olur. Şu an Tireoğla bağlı, bize bir genç kan Tireoğla'da grup aklamalı veya varıp Padisiye varıp düşmanına karşı güler şişeler etti. Şimdi İran'ın uçuk olmasın, İsrail'in yaşanan bize şu İsrail'in meteoroloji terbiyeleşimiz için alacağına bir iş tuttu bizden aldığımızda selam şuna muvaffak selam yakşı okuslar okup alet eleme gidip diplomalı bir yakşı işleri şeklinde taraftarım var. Rahmet. Şuhretin parladı, yulduzdek baland, şicaat, gayret, boldu senge yod, sahkran bolup, dünyani zapt et, kudretin titretti, misali haybet. Buyuk saltanatni tikladi Temur. İstagi ildizin atsa zor tamir. Mulk Turan daryo uzugi bo'lib, xalqin osoyishta ko'rsaydi umr. Jon fido etib men, qilib shijoat, ayladim bu chiqt'a ulisin zabt, moziyning sarg'aygan sahifasiga zeb bermish men qurgan azim saltanat. Jahongir so'zidan yaxshilik bunyod, bizga mayoq bo'lsin baxsh etib sabot. Avlodlar bizlardan ololsin o'rnak, shunda rizo bo'lur Temurdayin zot. Adolat, ozodlik dastida bo'ling, rizolat, yomonlik qasdida bo'ling. Nifoq urug'larin ekmangiz aslo, yaxshilik, ezgulik rostida bo'ling. Temur ruhi g'urur, shonli o'tmishing, ulug'vor tarixda abadiy yangrar. Faqat qilich emas, adolat bilan butun bashariyat seni yod aylar. Nasli ulug' bo'lsin bugun O'zbekning, rizqi to'liq bo'lsin bugun O'zbekning.
geçseniz sahipleri anlatıyoruz. Gayrıda yanımızdan yıllarımız. Nasıl çıkışlarımızdan gördüm. Sahneler şurayla güzelleştirilген. Yine her bir emosyonun gapında adalet köp işletiladi. Bizlerin vekillik tutulan partiyamiz adalet shuning uchun her sahada, her bir narsada adolatli bo'lishi uchun kurashamiz. Partiyamiz İslam'ın şu hayatta okumaçlar, bilimli bo'lganlaringizdan, her bir sahanın egasi bo'lganlaringizdan sizlar shu adolatli bo'lishingizga ishonamiz. Prezidentimiz Bejiz Akmal devletin geleceği yaşlatılmadı. Meclislere işanamiz, Xudo xolasa. Ama zor izleyicilik bilim salahiyatları izleyip her bir sahada biz orada her bir toplulan işlerimizde adaletli iş tasarladı bölümümüz. Rahmet Ben orasida fırsat topkan çok bitik kıldım qoidayu amallarimni. Men ularni ataganman tuzuvchot deya. Umidvorman kelajakda bu tuzuklarim asqotchaydir saltanatu avlodlarimga. Toju taxtni mendek uzoq saqlay desangiz, qilichingiz o'ylab cheking, bo'ling hamjihat. Shunqorlarim, adolatni dastur qilingiz. Eng avvalo vatan ila millatni asrang. Sevkemi düşer kaldım, vatan güzel dünyanın. İlk evcilke sur olun, iman olun, tur olun, iman olun, tur olun. Nasibim güzel basen, güzel güzel basen, eski güzel basen, ama orta tur olun. Sevgilim mektebe, koygan dünya mektebe.
ma'lumotlarni chiroyli bir shu Amir Temurning bosib o'tgan yo'llari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldi. Albatta, Amir Temurni avlodlari, Amir Temurni qurgan juda katta dunyoga mashhur bo'lgan o'sha saroylari bor, juda katta maqbaralari bor. Yurtimizni barcha turizm aqlini o'ziga jalb qiladigan jarayonlari bor. O'zini avlodlaridan keyin Temurdan keyingi qilgan avlodlarni qilgan butun dunyo uchun amal toshi o'sha dunyoga mashhur qiladigan jarayonlar bor. O'shalarni baribir har birimiz turganimiz, har birimizga kerak bo'lgan o'sha jarayonda maqtanishimiz mumkin bo'lgan demak ma'lumotlarga ega bo'ldik degan gaplar. Albatta bugungi tadbirni o'quvchilarimiz tomonidan juda yaxshi, chiroyli qilib tayyorlaganlar. Albatta buni zamirida ustozlarni mehnati, mana shu mehnatni baribir taqdirlashimiz, shu mehnatni baribir asoschisi bo'lgan Mehmonga Qo'shnazarova va ustozimizni O'zbekiston veteran jangchi faxriy nogironlar birlashmasi Xorazm viloyat bo'limi tomonidan Qo'shnazarova mehmon ustozimiz maxsus diplom bilan taqdirlandi. Albatta shu bilan birgalikda ustozni ham ana shu akademik rahbariyati nomidan tabriklaymiz. Hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib qo'ying. Shu yosh avlodni mukammal ilm berish yo'lida hamisha tetiklik, hamisha shunday chiroyli tadbirlarni tashkillashtirishda hamisha sizga kuch-quvvat, sog'lik, salomat bo'lib. Albatta shu yerda o'quvchilarimizga zavq boshlagan Amir Temurni siymosini bir gavdalantirishda o'zini hissasini qo'shgan o'quvchimiz Qurbonov Sulaymon o'quvchimiz bor. Sulaymon o'quvchimiz bor. Hürmetli o'quvchilarga bir voqealigimiz bor. Shu O'zbekiston veteran jangchi faxriy nogironlar birlashmasi Xorazm viloyat bo'limining voqealigi yoshlarni milliy g'oya vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga vatan himoyasi sharafi va muqaddas kuch ekanini shu sindirishda faol samarali ishlari uchun Xudobergenov qonunchiga Sözünüz olsaydı.